Ushbu ko'rib turgan haykallar Freedom Monument, ya'ni Ozodlik haykali deb ataladi ekan. Bu Latviyaning qoq markazida joylashgan bo'lib, 1935-yilda 20-noyabrda qurib bitkazilgan ekan. Ideyasi esa 1920-yilda tashkil topgan ekan. Ushbu haykalning qurilishida xayriyat fondi tomonidan qurib bitkazilgan ekan va ushbu so'zga e'tibor beradigan bo'lsak, vatan va erkinlik uchun degan ma'noni anglatadi ekan. Ushbu haykalning bo'yi 42,7 metrni tashkil etib, bu yerda turli xil kichik va katta haykallardan iborat va har biri o'z ma'nosiga ega bo'ladi ekan. Va ko'rib turishingiz mumkin, eng tepasidagi ayol kishi 3 ta yulduzni ko'taribdi. Bu ham o'ziga yarasha qandaydir ma'noni anglatadi. Agarda qiziqsangiz, ChatGPT yoki internetdan ma'lumotni ko'rishingiz mumkin. Bu yerda mana gullar ham bor. Asosan ushbu haykal Latviyadagi urushda halok bo'lganlar xotirasiga bag'ishlangani uchun ushbu yerni mahalliy odamlari shunaqa gullarni tashlab ketishadi ekan. Xullas, Yevropa va Latviya haqida yanada ko'proq ma'lumotlarga ega bo'lish uchun, ko'proq reels kontentlar ko'rish uchun menga obuna bo'lishni unutmang.